O'g'lim yo'q, endi meni kim boqadi? Nima uchun Alloh menga faqatgina qiz farzand beradi? deb xo'rsinadigan, o'ksinadigan hurmatli ayollar, bugungi videoyim faqatgina sizlar uchun. Oxirigacha ko'ring. Yilda bir marta ota-onamni ko'rsam ham, O'zbekistondan minglab kilometr uzoqlikdagi davlatda Misrda yashasam ham, lekin turli xil yo'llar bilan ota-onamga mehrimni izhor qilishga harakat qilaman. Oilada 2 nafar qizimiz. Bizda o'g'il farzand yo'q, lekin har doim o'g'il o'rnini bosishga harakat qilganman. Har doim bugun meni eng katta orzularimdan biri amalga oshdi. Alhamdulillah, ota-onam uchun va buvijonim uchun esingizda bo'lsa, o'tgan yilgi video Umra sayohatiga yo'llanma oldim. Yana bir marotaba. Inshaalloh 27-sanaga yaqinlaringizga bemalol tayyorgarliklarni boshlasalar bo'ladi. Allohim menga shunaqa imkoniyatlar beryaptiki, bu kasbimning orqasidan nafaqat ota-onamni, balki qaynona onajonimni ham xursand qilishga qodir qildi. Bularning hammasini mehnatim va kasbim orqasidan kelayotgan pullar evaziga qilaman. Agar siz ham sevimli ona, sevimli rafiqa bo'lib, bir oyning ichida kamida $1000 dan $10,000 gacha daromadlarga chiqib va mendan iPhone 16 Pro Max telefonini yutib olishni xohlasangiz, shogirdlik kursimga sizni taklif qilaman. Hoziroq izohlarga dietolog so'zini yozib yuboring, o'zim aloqaga chiqaman.